Ya bo'lsang tezroq, men vaqtim yo'q, tezroq bugun. Ya shuncha bir chiqishing qiyin seni. Voy boy. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Anakondani eri. Telefon qilsam telefoningni ko'tarmaysan. Chaqirganga kelmaysan. Ya nevarangiz dedi-da, nima gap? Olib yurganda buncha telefoningni. Ha, u sotib olganda bip qilaverasiz. Bu bir tashvir bilan keldimda qaray. Buni qayning kuydirdi odam ya. U yoshi 30dan oshib ketdi. Hop. Şey uylantirish kerak endi, qachongacha bo'yda yuradi endi. Ay endi ishlamasa kim qizini beradi hozir? Ey, nima ishlamaydi? Nima ishlamaydi? Nima deb o'ylayapsiz? Biron joyda ishlamasa birov qizini bermaydi-ku hozir. Ha, to'g'ri. Ya, to'g'ri. Tavba qildim. Shuni uylantiraman deb buni qara, sochlari qara uni qara. Oqarib tamom bo'ldi sochlari. Kuydirdi-ku meni. Nima qilayman? Nima qilish kerak shuni endi? Yetib boramanmi yo'qmi deb o'ylayapsiz-da? Shunga ana qarindoshlaringda yaxshi qiz bo'lsa, bitta topib ber, bitta tanishtirib, uylantirib qo'yaylik shuni endi. Aslo yo'q. Nega endi? Umuman yaqin yo'lamayman. Nega? Bizni qarindoshlik tinch qo'ying. Begonadan. Boshqa mahallalardan oling. Sabab bormi axir shunga? Sabab yo'q. Beradigan qiz yo'q sizlarga. Biz berdik-ku qarindoshga. Adashib oldik-da biz. Adashib oldik. Menga qarang qaynota. Ha. Endi buni to'yini ko'ramanmi yo'q deb o'ylayapsiz-da? Shunda ko'ramanmi yo'qmi deb buni qarib bo'ldimi shu chotlari oqarib, ha? Ha, mayli, qo'ying. Hop. Sizga to'y bor-ku. Ha. Mana to'yxonaga kirsangiz ham mana plotnik ko'rinmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Kelin-kuyovni olib tursangiz, u davron bosh ko'rinmaydi. Yoni bu boshqa yaxshi ko'rinmaydi-ku, to'g'rimi? Plotnik ko'ra olmaysiz to'y, to'g'rimi? Ko'rish qiyin-da, endi qiyin-da. Xudo xohlasa tepadan ketsangiz normalniy plotnik ko'rinadi, pastdan hamma ko'rinadi. Mana shunaqa qilib ko'rasiz to'yda. Tepaga chiqsam, teparoqqa chiqsam. Rahmatli bo'lsangiz deyapman.